Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun 2 sotuvlik kottejimiz sotuvga chiqyapti. Juda shkalat narxda. Uyni narx va manzilni video oxirida aytib o'taman. Hozir esa uyni video obzorini ko'ramiz. Binomizni umumiy maydoni 120 kvadrat, 2 qavatli plus 60 kvadrat podval qismi ham mavjud. Bu xonamizda chiroyli parda va qandillar ilingan, devorlarimiz aboylar qilingan, isitish sistemalar ishlab turibdi. Tanlov menda bo'lsa 2 yoki 3 xonali kvartira o'rniga aynan shunaqa hovlini olgan bilar edim. Narx ham deyarli bir xil. Bu yotoqxona qismi, yotoqxonada shkaf, derazalari jalyuzi pardalar qilingan. Hovlida shunaqa eski bino ham bor. Xohlasangiz buzib yozgi oshxona yoki omborxona qurishingiz ham mumkin. Birinchi qavatimiz kiraverish qismi. Birinchi qavatda oshxona, sanuzel va katta zali mavjud. Kvartira bilan solishtirganda bu yerda yuqori qavatlarga chiqib tushish muammosi yo'q. Umumiy kirib chiqish podest qismi ham mavjud emas. Ortiqcha shovqinlardan xalos bo'lasiz. Zalning o'zi bir xonali kvartirani umumiy maydoni bilan deyarli teng. 60 kvadrat podval qismi hozirda ijaraga berilgan. Siz ham ijaraga berib qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Bunaqa lokatsiyadan hali hech kim bunaqa narxda uy sotib olgan emas. Uyni egalari 80 ming so'rashayotgan bir vaqtimizda uyni egalari bilan talashib tortishib uyni 75 mingga narxini tushirib qo'ydik. Mana sunnat uchun bir nima o'tib ham berishadi. Bizning manzilimiz Sherbudun chorrahadan aeroportga qarab ketaverishdagi birinchi liniyadagi